Srochno, dachada ish bor, 2 ta odam kerak. Oyligi 300 ming rubl, 3 mahal ovqat, yotoq joy, registratsiya, patent hammasi xazina nomidan. Sizni qiladigan ishingiz shunchaki o'sha eshiklarni supurib, tozalab, dachaga qarab o'tirish, boshqa hech narsa emas. Buning uchun albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, qayerga kimga murojaat qilish kerakligini hozir video davomida to'liq aytib o'taman. Shuning uchun diqqat bilan iltimos videoni oxirigacha ko'rib, keyin komment yozinglar, iltimos. Demak, biz boshladik. Moskva hamda Moskovskiy oblastida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, kimga ishonchli va komfort mashinalarimizda garantiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'rib turgan ekrandagi raqamlarimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Har kuni reyslarimiz bor. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhurda musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Demak, aytganimdek, ish bor, dachada oyligi 300 ming rubl, yebichar, yotoq, kiyim bosh, patent, xullas, dokument hammasi xazina qilib beradi deb men yolg'on gapirdim. Bu xato narsa. Ya'ni bizda dacha ishi chiqmaydi. Biz chiqarsak ham faqat o'sha dachadan tashqari ishlarni chiqaramiz. Chunki dachada bilasizlar, hozirgi kunda mashinniklar juda ham ko'paygan. Men sizlarga bittagina ilmoq so'zni aytib o'taman. Albatta videoni maksimalni hammaga tarqataveringlar. Hozir menga yozgan akamiz 80 ming rubl berganlar, bitta o'sha sayyora opa borlar, o'shalarni akkauntlarini ochib olgan bitta haromxo'r. O'zlari emas, albatta boshqa kishi ochib olgan, lekin o'shanga ishonganlar. Dachada ish bor, 300 ming oylik degan, 3 mahal ovqat, yeb icharingiz hammasi xazina nomidan degan. Siz borishingiz uchun bizaga 40 mingdan 80 ming rubl xotinga komissiya to'laysiz va oyligingizni o'zingiz olib yuraverasiz degan. Birinchi oylikdan 80 ming rubl, ya'ni o'sha srazi 80 ming tashiysiz, ishga joylanasiz degan. Biz sizga lokatsiya tashiymiz, borib, ishni ko'rib, bemalol joylashaverasiz degan. Bu akamiz soddalik qilib, qiynalib peshona teri bilan topgan pulini 80 ming rublini mana shu oddiy haromxo'r mashinik, xudodan qo'rqmaydiganga tashab berganlar. Endi qanday olishni yo'lini izlayaptilar. Yo'lini izlashlarini hojat yo'q, qiyomatga qoldiravering dedim. Chunki bu nereal narsa. Chunki ketdi u pul, qaytib u odamlarni topa olmaylar. Shuning uchun mana shu odamga o'xshab ertaga siz ham boshingizni ushlab, qaysi devorga uray ekan degan vaziyatga tushmasligingiz uchun mana shu videoni tayyorladimki, hammaga yetib borsin. Nafaqat dacha, qayerda ish bor, mana shuncha oylik hamma narsa qulaylik sharoitlari zo'r, udobstvolar chotki, oxirida komissiya so'zi ishlatildimi? Bo'ldi, u ishdan qaytinglar. Nima ish bo'lishidan xohlang ofisda glani buxgalter deydimi, xohlang bog'chada mudirlik qilasan deydimi, yoki prezidentni o'ng qo'li bo'lasan deydimi, nima ish bo'lishidan qaytingizlar, oxirgacha o'sha ish beruvchi bilan kelishganingizda menga komissiya berasan dedimi, iltimos to'xtang, stop, bo'ldi. Undan ko'zingizni yummagan holatda uzoqlashing, qaytib u bilan atlashini qilmang. Shuning uchun bunaqa firibgarlarga hozir Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga yangi borayotgan odamlar ko'pi cho'chib qolyapti. Shuning uchun vaqtimni ajratdimki, Xudo xolasa sizlar ham ozgina vaqtinglarni ajratib, videoga like bosib, kommentni ko'proq yozib, ogohlikka hammani chaqirib, videoni musofirga boradigan va musofirda yurgan tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Ertaga mana shu ahvolga tushib qolishmasin. Iltimos, bizda hech qanaqa dachada shu paytgacha ham chiqmagan, bundan keyin ham dachadan ish chiqmaydi bizda. Shuning uchun dachada ish bormi, shunaqa deb yozmanglar, iltimos sizlardan, bizda dachada ish yo'q va mana bunaqa dachada ish bor degan Telegram, WhatsApp gruppa haromxo'rlarga aldanib qolmanglar. Chunki nima qilasizlar dachada ishlab? Dachada ishlagandan ko'ra Rossiyaga maza qilib dam olgani bormaysiz-ku. Rossiyaga ishlash maqsadida borasiz. Rossiyaga ishlash maqsadida boradigan odam dachada ishlamaydi-da. Chunki men bilmayman qanday odamlar dachada ishlashi mumkin. Endi yoshi kattalarni inobatga olsam, masalan, yosh qarib borib dachada ishlayman deganlarni tushunaman, lekin yosh oilalar ham biz dachada ishlagimiz keladi deydi. Shularga hayron qolaman. Nimaga? Oyoq qo'li sog', undan yaxshiroq oylik topadigan, realni bor ishlarga qiziqib 10 yil emas, 2 yil yoki 1 yil yurib O'zbekistonga qaytib damini olsa bo'lmasmikin shu insonlar bitta kichkina biznesni yaratib O'zbekistonda topgan shu dacha. Men yoshlarga tavsiya qilmayman. Mayli yosh qari, o'sha yosh baland akalar ishga yaroqsiz qandaydir. Bu insonlarga mayli, masalan, qidirsa, topsa omadini bersin. Lekin bu juda ham qiyin Rossiyada aynan dachadan ish topish. Shuning uchun dachani xomtama qilmanglar-da, yaxshi boshqa ishlarni qidiringlar. Sog' bo'linglar musofirda, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Albatta bizni kanalimizni kuzatib borsanglar, bundan da musofirlar uchun kerakli maslahatlar va kerakli yangi ishlar chiqib boradi.